Qo'shnini bolasi bilan solishtirish, xolani, tog'ani, ammani jundiri bilan solishtirish. To'g'ri, farzandni birov bilan solishtirish kerak emas, lekin bitta haqiqiy solishtirish bor. U solishtiriluvchi inson uchun foydali hisoblanadi. Oldin men bu narsalarga imkoniyatim bor edi, hozir ancha sinib qolma, imkoniyatim qisilib qolibdi deb turib, bola tushkunchilikka tushishi mumkin. Sen bunday qilsang bo'lardi-ku, yorib olishing kerak hamma narsani. Zo'r qilishing kerak. 18 yoshga kirgan bola 4 ta tilni bilishi mumkin. Miyarini ishlatsa qizib ketmaydimi? Qizib ketmaydi. Ishlatsa bo'ladi. Hamma sabablarini qilsa bo'ladi. Sharoit bor va uni qilmadi. Bundan qanday yozim qutulishga yordam bersak bo'ladi ota-onalarga? Natija muhim emas, harakat qilishga qadam bosdimi bo'ldi. Ya'ni bola birdaniga undoq qilsangiz ideal bo'lib qola olmaydi. Solishtirish deganda nimani tushunishimiz kerak, Muxonir aka? Mana farzandni solishtirish deganda. Bizda madaniyatimizda, o'zbekchiligimizda mashhuri bor. Qo'shnini bolasi bilan solishtirish, xolani, tog'ani, ammani jundiri bilan solishtirish. Va hozirgi kunda shunaqa narsaki, bolalarda solishtirish degan narsa yomon, noto'g'riligini tushunib yetishyapti. Oldin bizda ichimizga singib ketgan edi solishtirish. Shunaqa. Va solishtirish noto'g'riligini hozir trendiy shaklda tarqalyapti. Hamma gapiryapti. Hammada mashhur tema bu. Solishtirish kerak emas. To'g'ri, farzandni birov bilan solishtirish kerak emas. Lekin solishtirishni 4 ta uslubi bor. Ya'ni 4 xil solishtirish bor. Qanaqa solishtirishlar? 4 xil solishtirish shunaqangi solishtirishki, uni 3 ta uslubida solishtirish haqiqatdan mumkin emas. Ya'ni u noto'g'ri, lekin bitta haqiqiy solishtirish bor. U solishtiriluvchi inson uchun foydali hisoblanadi. Birinchisi nima? Birinchisi aga, ya'ni o'zini avvalgi holatlariga solishtirish. Misol uchun aytadigan bo'lsak, sen oldin yaxshi bola eding, oqibatli eding, oqibatsiz bo'lib ketding yoki biror yaxshiliklarni qilarding, hozir qilmayapsan. Yaxshi pul toparding deyishmi yoki menga sovg'alar berarding yoki menga ko'p yaxshiliklar qilarding, hozir qilmayapsan. Misol uchun bu nimaga yomon desak, bolada rostdan ham imkoniyat bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Avvalgi holat bilan hozirgi holatda orasida tafovut bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun imkoniyat bor bilan imkoniyat yo'q paytni bir-biriga solishtirilmaydi. Shuning uchun bu noto'g'ri narsa. Oldin men bu narsalarga imkoniyatim bor edi, hozir ancha sinib qolma, imkoniyatim qisilib qolibdi deb turib, bola tushkunchilikka tushishi mumkin. Duh tushirib olar ekanda. O'ziga ishonch sal tushishi mumkin. Ikkinchisi nima? Ikkinchi solishtirish bu A'ni B'ga solishtirish. Ya'ni o'sha mashhur qo'shnini bolasiga, xolani o'g'liga yoki har xil qarindosh urug' boshqalarga solishtirish. Bu narsa albatta bolaga qattiq ta'sir qiladi, yoqmaydi, o'ziga bo'lgan qoniqish pasayib ketadi. Endi uchinchisi shuki, solishtirayotgan odamni hayolidagi ideal bilan solishtirish. Misol uchun, men sizni solishtirayotgan bo'lsam, ya'ni farzandim o'roq kimdir solishtirayotgan bo'lsam, farzandimni hayolotimdagi farzandimni o'rnida bo'lishi mumkin bo'lgan ideal bilan solishtirish. Sen bunday qilsang bo'lardi-ku, yorib olishing kerak hamma narsani. Zo'r qilishing kerak. 18 yoshga kirgan bola 4 ta tilni bilishi mumkin, 5 ta tilni bilishi mumkin. Hayotda, dunyoda bor, 10 ta tilni biladiganlar ham bor. Lekin ular bilan solishtirilmaydi bolani. Yana o'tda ham bolani o'ziga bo'lgan ishonchlari tushib ketadi. Ideal bo'la olmaydi hech kim. Hamma tomonlama. Har kimni o'ziga yarasha qanaqadir ustun tomonlari bo'ladi. Qaysidir joyda hammani o'ziga yarasha ustunliklari bor. Misol uchun ko'chadagi buyumlarni solishtirib, avtomobillarni ham solishtiradigan bo'lsak, hammasini bir-biridan qaysidir tomonda ustunligi bor. Kamchiligi ham bor. Kamchiligi hammasida bor, misol uchun. Kamida narxida farqi bo'ladi. Shunaqa. Misol uchun, ya'ni bolada ham shunaqa narsa qaysidir jihatlarida baribir farq bo'ladi. Bu uchinchi noto'g'ri solishtirish. To'g'ri solishtirish bu to'rtinchisi. Bu bolani o'zini imkoniyatidan kelib chiqqan holatda solishtirish. Misol uchun, farzandingiz 2 soat dars qilmadi, lekin unda dars qilishga imkoniyat bor edi. Ana o'sha vaziyat bilan solishtirishingiz bu to'g'ri bo'ladi. Ertalab voqea tursa bo'larmidi? Bo'lardi. Imkoniyati bormi? Bor. Dars qilishga sharoitlari bormi? Bor. Miyarini ishlatsa qizib ketmaydimi? Qizib ketmaydi. Ishlatsa bo'ladi. Hamma sabablarini qilsa bo'ladi. Sharoit bor va uni qilmadi. Ya'ni
bolani qila olmaydigani bilan solishtirsangiz, u noto'g'ri. Lekin qilmagani bilan solishtirsangiz, u to'g'ri. Bolangiz, farzandingiz biron ishni qilmadi, qila olmadi emas. Aqli yetgan holatda qilmadimi? Uni mana shu narsani qilmading. Mana shuni qilsa bo'lardi deb unga misol uchun fikrni yana ham fikrlashga undashlik bu foydali bo'ladi. Xo'p, ota-onalarni qanaqa o'zi reaksiya bo'lishi kerak? Farzandni mana aytdingiz, mana eng hozir menga shu boya savol keldi. Idealiga solishtirish deb aytdingiz-ku. Bu narsa ko'pda bizda. Bizda o'sha qo'shni bolasi bilan idealiga solishtirish degan narsa juda ko'p. Ha, bundan qanday o'zim qutulishga yordam bersak bo'ladi ota-onalarga? Ya'ni ular har doim bolasidan qoniqmaydi. Har doim bolasini boshqalarniki yaxshiroq ko'rinadi. Umuman qanaqa qabul qilish kerak ota-onalar? Qarang, eng muhim narsa bor-ku, farzandingiz qila oladigan narsalarini qilishni boshlashligini, harakatini qilish kerak bo'ldi. Shuni ta'minlab berish kerak. Ha, ya'ni qila oladi rostdan va qilishni harakat qilishni boshlaydi. Natija muhim emas. O'sha oldingi videolarimizda ko'rib chiqqanmiz. Natija muhim emas, harakat qilishga qadam bosdimi bo'ldi. Ya'ni bola birdaniga undoq qilsangiz ideal bo'lib qola olmaydi. Sekin astalik bilan o'sha farzandda intizom shakllanadi. Tanqid qilishli narsa o'ta ko'payib ketsa, keragidan ortiq bo'ladigan bo'lsa, unda bosim olib, o'sha umumiy atkaz qilish boshlanadi. Biz ustozlik vazifasini bajarayotgan paytlarimizda shunaqa bo'lardiki, guruhda 10 ta o'quvchi o'qiydigan bo'lsa, 10 ta o'quvchini imkoniyat darajasi har xil bo'lardi. Bir vazifasini zo'r qilib tayyorlagan boladan ham 3 ta xatosini aytardik. Xatosi 50 ta bo'lsa ham 3 ta xatosini yoki 4 ta xatosini aytardik. Ya'ni uni imkoniyatidan kelib chiqib xatosini aytasiz. Hammani bir xil baholab turib, misol uchun 20 ta xato qilgan odamni 20 ta xatosini aytib, 3 ta xato qilgan odamni faqatgina 3 ta xatosini aytsangiz, haligi 20 ta xatosini qilgan bolada bosim ortib ketib qoladi. Nima qilish kerak? 2 ta 3 ta bosim olmasdan sekin-sekin to'g'rilash kerak. Xatoni aytish bu anaqada tanqid qilishda o'z aslida, ya'ni solishtirish. Ya'ni nima bilan solishtirasiz? Xato qilmaganlik bilan solishtiriladi. Ideal bilan solishtiriladi. Tanqid narsa shunaqa narsa. O'shaning uchun xato, tanqid, solishtirishlar keragidan ortiq bo'lib ketish kerak emas. Hatto o'sha 4-uslubda solishtirilsa ham, 4-haqiqiy foydali uslubda solishtirilsa ham bosim olmaydigan darajada bo'lishi kerak. Demak, shu 4-uslubda qolganlarga emas-ku, o'zini farzandiga e'tibor qaratar ekan ota-onalar. Albatta shunaqa. Farzandingizni o'zini harakatlariga imkoniyatidan kelib chiqqan holatda xato kamchiliklarni aytib, uni avvalgi, ya'ni qila olmagan emas, qilmagan holati bilan solishtirib, yana ham yaxshi bo'lish uchun yaxshi so'zlar bilan rag'batlantirib oldinga yuramiz. Agar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, do'stlaringizga yuborib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Dux haqida ajoyib video tayyorlaganmiz, ya'ni farzandni duxini oshirish bo'yicha video tayyorlaganmiz. Uni ham ko'rsangiz foydali bo'ladi deb o'ylayman.